Assalomu alaykum kanal muxlislari. Bugun sizlar bilan ko'pchilikning iltimoslariga binoan yupqa tayyorlaymiz. Marhamat, tomosha qiling. Buning uchun avval osh xamir tayyorlab olamiz. Yarim litr suvga 1 osh qoshiq to'la tuz solib aralashtirib olamiz. Ushbu suvimizga 660 gram un ketadi. Unni elakdan o'tkazib olib solamiz va xamir qoramiz. Xamirni qorib olib, yaxshilab mushlab, paketga o'rib tindirish uchun olib qo'yamiz. Xamir tinguncha yupqani qiymasini tayyorlab olamiz, ya'ni nachinkasini. Sabzilarni tozalab yuvib olganman. Sabzini qirg'ichni yirik tishidan bir tomonga qarab o'tkazamiz. Tepa past qilib qirg'ichdan chiqarmaymiz. Unda mayda bo'lib ketadi. Bir tomonga qarab qirg'ichdan o'tkazsak, xuddi to'g'ralganga o'xshab chiqadi. Albatta, xohishga ko'ra to'g'rab olishinglar ham mumkin. Piyozni ham yupqa mayda qilib to'g'rab tayyorlab oldik. Mana sabzilarni qirg'ichdan o'tkazib oldik. Bu esa mol go'shtini qiymasi. Buni ham tayyorlab oldik. Endi qovurishga o'tamiz. Qozonga yog' solib, yog'ni qizdirib olamiz. Xohishga ko'ra yog'ni ko'p, kam solishinglar mumkin. Demak, qizigan yog'ga piyozni solib, piyozni qovurib olamiz. O'zbek milliy taomi yupqa o'zini nomi bilan aytib turibdi. Xamir ham yupqa bo'lishi kerak, piyozlar ham, sabzilar ham yupqa qilib to'g'ralgan bo'lishi kerak. Mana endi piyozlarni yaxshilab o'ldirib olganimizdan keyin qiymani solamiz. Qiyma bilan birgalikda qovuramiz. Qiyma ham мясорубкаning mayda tishidan o'tkazilgan bo'lishi kerak. Mana qovurib oldik. Endi sabzini solamiz. Sabzi bilan birgalikda mana endi hammasini qovuramiz. Manda qiyma tuzlangan, chunki qiymani мясорубкаdan chiqarib, tuzlab, men morozilkaga joylab qo'yaman, kerak paytda olib ishlataman. Mana endi tuz solamiz. Yaxshilab qovurib, hammasini o'ldirib oldik. Tuz solamiz, paprika solamiz, kurkuma solamiz. Albatta bu tabga ko'ra zira solamiz. Va maydalangan qora murch solamiz. Paprika bilan kurkumani u tabga ko'ra xohishinglar bo'lsa solasizlar. Men soldim. Qiymani aralashtirib maromiga yetguncha pishirib olamiz. Tayyor bo'lgandan keyin olovni o'chiramiz. Xamir bilan shug'ullanamiz. Tingan xamirni olib, ikkita zuvala qilib bo'lib olamiz. Undan oldin men sizlarga ko'rsatib o'taman. Hozir xamirni bitta zuvalasini yoyib olamiz. 1 santimetrlikda mana bunaqa qolip bilan kesib chiqamiz. Ilgari mana rahmatli buvimlar samovarni choyni turadigan joyini olib, xamirni yoyib olib, qalinroq yoyib olib, o'shanda dumaloq qilib o'yib chiqardilar. Men ham shu uslubda foydalanish uchun mana shu qolipdan foydalanaman, sababi menda samovar yo'q. Demak, xamirni ikkiga bo'lib, ikkita zuvala qilib olamiz. Bitta zuvalani mayda zuvalachalarga bo'lib olamiz. Mana hozir rulet shakliga keltirib olamiz va pichoq yordamida mayda qilib kesib olamiz. Men ishlatadigan tova katta, kengroq, shuning uchun zuvalachalarim og'irligi 38-40 grammdan bo'ladi. Zuvalachalarni dumaloq shakl berib tindirib qo'yamiz. Zuvalachalar yaxshilab tinib olishi kerak, faqat shundagina yupqa yaxshi yoyiladi. Bu paytda esa keyingi zuvala bilan shug'ullanamiz. Un sepib xamirni ozgina, ya'ni 1 santimetr qalinlikda yoyib olamiz. Mendagi dumaloq shakl berib kesib oladigan qolipimni diametri 10 santimetr. Shuning uchun 1 santimetr qalinlikda xamirni yoyib olaman. Odatda xamir yoyayotganda men ko'proq unlab olaman. Keyin yoyish davomida kamroq un sepaman. Sepmayman hisob, o'zi sekin-sekin yoyilaveradi. Mana 1 santimetr qalinlikda yoyib oldik. Endi dumaloq shakl berib o'yib chiqamiz. Atrofidagi ortiqcha xamirlarni olib paketga solib qo'yamiz. Bir pasda tinib yumshoq bo'lib qoladi. Uni ham ishlatamiz. Xuddi shunaqa yoyib, kesib olib ishlatamiz. Mana zuvalachalarimizning diametri 10 santimetr, qalinligi 1 santimetr. Ikkitadan olib yoyamiz. Yaxshilab un sepib olib, orasiga, ustiga yoyishni boshlaymiz. Boshida yoyayotganimizda mana oralarini ochib un sepib olamiz. Yoyishni davom ettiramiz.
Keyinchalik esa xamirni yoyayotganimizda xamirni mana ochib almashtirib turamiz. Mana yuzini pastiga qilib almashtirib, keyin xamirlarni un sepmasdan ham yoyaverasizlar. Mana shu tarzda zuvolachalarni yoyib olamiz. Ko'ryapsizlarmi? Bir tekis, aylanmasi bir tekis yupqa bo'lib chiroyli tayyor bo'ldi. Endi bu zuvolachalarni sizlarga yoyib ko'rsatib beraman. Bular mana tinib turganda yaxshilab unlab olamiz. Bu zuvolachalardan 3 tadan olib yoyamiz. Qo'limizda ozginadan ochib olamiz. Keyin yaxshilab unlab jo'va yordamida buni ham yoyishni boshlaymiz. Yoyish davomida oralarini ochib unlab olamiz va yana birlashtirib yoyishni davom ettiramiz. Endi bu yog'iga yoyayotganda mana shu stolda turgan unni yediramiz. Xamirga tekkizib yoyib olamiz. Mana shu un yetarli atrofidagi. Mana katta qilib yoyib oldik. E'tibor beryapsizlarmi? Stolda un qolmadi. Shu xamirni o'ziga yedirib yoydim. Xamirni ochib joyini almashtirib turamiz. Mana tepasini pastga qilib bir-biri bilan joyini almashtirib yoyamiz. Bu o'sha unni kamroq ishlatishimiz uchun yordam bo'ladi. Ko'p un ishlatsanglar, hali pishirayotganinglarda yorilib ketadi. E'tibor bergan bo'lsanglar, boyagi zuvolachalar tekis yoyildi. Bu zuvolaga qaraganda. Menda supra yo'qligi sababli xamirlarni mana oshxonada ishlatadigan sochiqlarim orasiga joylab chiqdim. Hozir esa tovoni olovga qo'yib qizdirib olamiz va xamirni bittadan olib pishirishni boshlaymiz. Qizigan tovaga xamirni qo'yib aylantirib turamiz. Hozir ko'pchilik tovada pishiradi, lekin ilgari ko'pchilik qozonda pishirardi yupqani. Men ishlatayotgan tova oddiy tovadan ancha keng, ancha katta. Mana ko'rdinglar, xamirni bu tarafini o'girib oldik. Pishgan tomoniga qiyma solib, o'sha xamirni yuzi bo'yicha yoyib chiqamiz. Qiymani ustidan keyingi xamirimizni yoyib qo'ygan xamirdan bittasini olib kelib yopamiz. Va qo'limiz bilan aylantirib, u tarafi pishgandan keyin o'giramiz. Yana pishgan tarafiga qiyma solib, xamirni yuzi bo'yicha yoyib chiqamiz qiymani. Shu tarzda 6 ta 7 tani pishirib olamiz. Yupqa albatta go'shtli bo'lishi shart emas. Sabzi va piyozni qovurib olib, sabzi piyozdan ham tayyorlash mumkin. U ham juda ham xushxo'r mazali chiqadi. Hurmatli muxlislar, yana kimni uyida onalari, buvilari, momolari xuddi boya ko'rsatganimdek samovarni choynak turadigan joyini olib ishlatishgan va shunday yupqa tayyorlashgan, menga albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Mana bu oxiriga bunaqa qiyma qilmaymiz. Xamir pishgandan keyin olamiz. Menda qiyma barakali bo'lgan, shuning uchun men qiyma surdim. Mana laganga olib turib, ustini qopqoq bilan yopib, 15 minut yopib qo'yib turamiz. Mana hammasini tayyorlab oldik. Menda 2 ta laganda chiqdi. Nargi laganim ko'proq. Endi qopqog'ini olganimizdan keyin taxlashga o'tamiz. Yumshoqqina, issiqqina bir pasda taxlab dasturxonga tortamiz. Juda ham mayin, ishtahali chiqqan. O'zbek milliy taomiga yetadigan taomlar bo'lmasa kerak. Mana shu tarzda yupqalarni taxlab dasturxonga tortamiz. Mana keyingi lagan, bunisida sal ko'proq. Hurmatli kanal muxlislari, mana yupqa tayyor bo'ldi. Dasturxonga ham tortdik. Ko'rinishi juda ham ishtahali, mazasi ham juda mazali. O'zbek milliy taomi bo'lgan yupqani har birimiz yaxshi ko'ramiz va har birimizni xonadonimizda yupqa tayyorlanadi. Shunday bo'lsa-da, men obunachilarimning iltimoslariga ko'ra yupqani tayyorlab ko'rsatdim. Shunday qilib, azizlar, keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling.